Ne için videoga olding, ne için Instagramga qo'yding? Bu. Yoshlik qo'yding. Sen chinni sen yoshlik qo'ymading. Sen hozir bittasini sen botir bo'lasan deb bilasan. Sen mana miying bor. Hatta senlar dalbayib internet dunyoda yashayapsan. Senlar real hayot yashayapsan. Sen ishlagani kelding bu yerga. Hayvon. İşlegani kelding. Tüyünlük işini bilmezsen, eşek. Sen bugün videoda koydun, ben seni 3-4 saatlere top, ben seni Xonobod'dan başka yerden topla var. Sen tutak marka, men uyumadayken ishlayapsan, munozdane bilan men hammasi taniydi meni. Sen hayvon bilan qaysi billa kallangni o'yishni qilding? Ha? Seni eni nahvi, seni openi nahvi bilan g'ashdan kutib bilan videoga olib nahvi internet qo'yib yuborsak zo'rmi? Qancha kirtingga butulkani tikib turib nahvi internetga qo'yib yuboryapmiz saytingga. Ha? Eshek. Nega qaran nahvi? Moy telefoningni kirtingga tikib qo'yaman, sen neymi? Men seni og'zingga tiskaman hozir. Men seni nahvi O'zbekistonga olib borib turib, nahvi kirtingga gapirib turaman. Sen bilat O'zbekiston bilan O'zbekistonda mehmon bo'lib kelding, bilat naqm yosh bola 2002 manka ekansan, bilat to'taq bilat menga kaltegan bolamman degan ekansan. Eshik. Men seni sikaman. Ay. Nima qilasan? Nimaga u birodar uyini videoga olib, birodar oilasini videoga olib, sen Instagramga qo'yadigan sen ashaka nechinchi etajdan olding? 17-etajdan. 14-etajdan oldingmi? Ashirdan tushib ketsang yaxshi bo'lardi o'zi. Hozir kalta yemay turarding. Qoromdan bo'lgan. Sen birodar uyini videoga olishma, sen qaragan haqqing yo'q, bilasanmi? Bo'lay, menga kirib ber, bo'l, men seni kutyapman. Harom. Menga qara dedi, men iflos. Itdan bo'lgan. Sen haromi odammasan ekan-da sen, ha? Sen itti bolasisan. Ha? Ha, belki kelishak. Haromi. Menga qara. Itti bolasisan sen. Qo'li sindi.